Assalomu alaykum kanallarimiz hurmatli a'zolari. Bugungi sotuvga chiqqan kvartiramiz Urganch shahrimizda ajoyib mastasida joylashgan Raycenter bozoriga yaqin yerda yangi domda 4-qavatda 73 kvadrat metr bo'lgan 3 xonali 2 xona qilingan perdelka qilingan kvartiramiz bilan tanishib o'tamiz. 3 xonani 2 xona qilganlar ham 73 kvadrat metrda joylashgan. Chiroyli qilib remont etganlar. Ichida jihozlar bilan sotiladi. Ayrim bir ikki jihozlar olinadi. Qon hammaji qoladi. Orientirning mesopolojiyasini aytib o'tadigan bo'lsak, ko'rsatib bedayna G'imjima kafesizlar. Bu tarafimizda yetsangiz doğru zapchas bozor, o'ng tarafimiz ham eski mashin bozor, Gulla yo'lini chiqasizlar. Bu tarafimiz Raycenter Poskay, bu yerda Uzgazel zapravkaning, Raycenter bozor, ajoyib mestada. Bu yerda transportdan ham muammo yo'q. Shu yo'ldan 12 marshrut o'stirdi. Bu yerda suv, svet, gazlar, vipazlar muammosiz gap turibdi. Yana tarafında bog'cha, maktablar ham bor. Xohlasangiz 2 kredit ham olishingiz mumkin. Xonadonimizning nolovi chiqmaydi. Kiramchiga qarab yurgan yurtdoshlarimiz bo'lsa, bemalol kelaverasizlar, mulkiyasi bilan gaplashtiramiz, o'zlari bilan savdolashib, kelishib olishingiz mumkin. Dokumentdan ku muammosi yo'q. Dokument ham 100% tayyor bo'lib turibdi, hurmatli vatandoshlar. Qani ketib birgalikda ko'rib, danishib o'tamiz. Bismillahirrohmanirrohim deb xonadonimizga kirib keldik. 4-qavatda joylashgan 3 xona, 2 xona qilingan kvartira, 73 kvadrat metrli. İçinde cihazlar bilan sotiladi. Ayrim bir ikki jihozlar olinadi. Hozir olinadiganlarni aytib o'tamiz. Shu yerda 2 xolodilnik, ustida mikrorovka peshkasi, keyin bir televizor, keyin zalda bir televizor bor. Shu yerlar olinadi. Ham bu xonada sefi bor. Shu yer ketadi qon, hamma yerga qoladi. 3 konditsioner, gaz plita, kuxnyami bir LG 8 kiloluk kir mashinalari avtomat. Keyin stenkalar, spalni garniturlar hammasi qoladi. Hammasi qimmatbaho narsalardan qo'yilgan. O'zlari yosh limonda pedelka qilib chiroyli qilib zo'tganlar. Arzon vajni umuman ishlatmayaplar. Ham narx ham zo'r, sifatini ham ichida jihozlar bilan qo'shib hisoblasangiz kvadrat metrdan arzon tushadi. Bir yandan ko'rsatib qo'yamiz yana bu yerda sanuzel qismi bo'ladi. Sanuzelimiz ham katta tushgan. Ayaklar kafel ham tupli pol qilingan, devorlar ham kafel, patologlar plastik. Aristolla ba Royal firmaniki yine yurttuğunuz kattasidan qo'ygan 80'lik mi 100'lik Aristolla izle. Su şirkeler ham bor. Duh отопление, reduktorlar, stabilizatorlar ham bor. Ondan yine kattasidan qo'yganlar 8 kiloluk LG kir mashinalari. Tarafimizda yine rakonalar qo'yilgan, kafellar qilingan, suv, svet, gaz gap turibdi, muammosiz. Suv 4-etaj bo'lsa ham yaxshi keladi narxlari. Bir de elektriki avtomatlari. Her xona uchun отдельно Eurostildan montaj qilganlar. Bir xo'sh kelar ham qoladi. Keng dolan qilib qo'ydilar. Studiyni oshxona. Kuxnya mebellar, 6 ko'zli gaz plitalar, 2 stokda 4si gazda ishlaydi. Vitishi ham Royal firmaniki yaxshi xilisidan qo'yganlar. Bir de uголоклар, ovqatlanan sharoitlar, bir de ovqatlanib o'tirib televizor ko'rib o'tirsanizlar ham bo'ladi. Yani televizor messalari, zonasi ham bor. İşlər ham yaxshi ishlardan qo'yganlar. Kuxnya mebellar ham ajoyib qimmatbaho xilasi, fartuqlar qilingan, mo'ykalari bor. Birinchi chetdan ko'rsatib boraveramiz. Bu yerda tupli pol kollektorlar azizlar. Yan tarafında bog'cha, maktablar ham bor. Hamma o'ng'ayli yerda joylashgan. Ishlari yaxshi, zo'r ishlardan qo'yganlar. Zolimizning razmeri eni 4,5 metr, uzinasi 5,60 razmerda tushgan. Biroz mehmon sig'adi bu yerdan to'y tashkilladi. Hurmatli vatandoshlar. Yurib turgan sizning xonadonimiz tayyor. Doğru girib yashaydigan bir remont qilaman demislar. Bir de televizor ham ketadi. Konditsionerlar qoladi, jalyuzlar, bir de stenkalar, termolar, polni qoladigan oyoqdagi gilamlar ham. Hem xonadonimizning oyoqdagi 100% tupli pol. Tupli poldan qizal ekan. Rozetka kulchatirlar ham yaxshisidan qo'yilgan. Obboylar ham qimmatbaho obboylardan. Xonamizni ko'rsatib o'tadigan bo'lsak, bu yer spalniya qismi bo'ladi. Vidamya spalniya garniturlar, shkaflar, polni termolar hamma o'zlari qoladi. Bu ishi sepdan tashqari. Pulini bersangiz sepdan tashlab ketaveradilar azizlar. Kichkina televizor bor bu yerda, Samsung bu yerda qoladi televizor. Konditsioner ham qoladi. Hurmatli vatandoshlar, perdalar, chiroyli perdalardan so'ralgan oynalar, akfaramlarlar, podogulniklari bor, oyoq tiylaridan laminatlarni yaxshisidan yayganlar. Ben razmeri 3,5 5,60 razmerda tushgan. Spalniyamizning katta dalonli kvartiramiz. O'zi 3 xona bo'lgan, lekin 2 xona qilganlar 73 kvadrat metrda joylashgan xonadonimiz. Hamma udovstolari bor. Yan tarafında bog'cha, maktab bilan bozlar, transport ham o'tib turibdi 12 marshrutida. Sahar araka yurib chiqsangiz 19 marshrut ham bor.
Hemmire oңайлы. Rasenter bazar, Zapças bazar, eski maşin bazar, 40 gücüm çayxanasına hemmire oңайлы yerdə joylashgan. Narxı 450 milyon so'm aytıldı. Üstündə gəlişlərdən yeri var. Gələsizlər mülkiyyətini özləri bilan sodalashıb gəlishib alaverasizlar. Yengi domumuzun 4-cü qavatında 3 xana, 2 xana qılınğan kvartira. Eğer kanallarımıza abunə olmasanızlar, abunə olub qoysanızlar, like basıb sizlərə koldan gəncə arzan, əcaib şunun pat kuleç, xanadallarını, xalucaylarını, kvartiralarını taqdim qılıb bara verəmiz. Şunun caylan Karabürgen yakınlarınız bolsa videomuzu təşəkkür etsələr, bizə arkalı cayasala faydamız deyəndən xursənd bolamız. Həmməyə sağlıq, amanlıq dilimiz. Keyingi videolarımızda görüşüncə xeyirdə qalımız.